Sardar Rashidov bursting inside the Saudi penalty area. What a finish! And what a start for Uzbekistan! Sardar Rashidov inside 90 seconds. He ghosted past the Saudi defence. Fired it off. Akhmedov will go for goal. Oh, what a strike! What a way to score the opening goal of the Asian Cup. Odil Akhmedov for Uzbekistan. A screamer. В центр Ахмедов, слева Ари Ахмедов. Ахмедов, ну доигрывать нужно. Ахмедов как все сейчас исполнил, блеск просто. Away from the goalkeeper, good header, and there it is, the substitute, Shodiev. Uzbekistan lead again. Muhtaram tomoshabinlar, g'alaba muborak. Batafsil Kamolot FM radiosida. Demak, xonimlar va janoblar, FM 98 markaziy arenasi barchangizni radioga yaqinroq kelishga chorlab qoladi. Bizni nafaqat FM diapazonlari orqali, balkim internet tarmog'idan foydalangan holatda onlayn tinglash imkoniga egasiz. Buning uchun oddiy harakatlarni amalga oshirsangiz bas. kamolotfm.uz veb-sayti siz uchun muntazir qolaversa, Kamolot FM mobil ilovasini yuklab olgan holatda yurtimizning istalgan nuqtasidan, umuman sayyoramizning istalgan nuqtasidan turib, bevosita radioni jonli tinglash imkoniga egasiz. Diyorimiz vaqti bilan soat 10:14 9-iyun juma. Efirda esa Respekt loyihasi navbatdagi soni. Men esa mamnuniyat bilan allaqachon efir xonamizga kirib kelgan va bugun bizga ham suhbat bo'lishga rozi bo'lgan navbatdagi vatandoshimiz, hamyurtimiz, xususan professional ijodkor, menimcha bu so'zni hech qanday mubolag'a joyi yo'q, qolaversa iqtidorli sport sharhlovchisi, bugungi dasturimizning hurmatli mehmoni Davron Fayziyev. Davron barcha hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz, xususan radio stansiyamiz nomidan va Respekt loyihasi mualliflari nomidan tashrif uchun alohida rahmat aytaman. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, taklif uchun rahmat. Kayfiyatlar? Kayfiyatlar zo'r. Yoz yaxshi ko'rasizmi yo sovuq salqin kunlarnimi ko'proq? Endi ko'proq yozni yaxshi ko'raman, yozda tug'ilganman va yozda o'zimni yaxshiroq his qilaman. Tushunarli. Demak, Davron, bugun siz bilan birgalikda Respekt radio loyihasi doirasida yoz yoki kuz haqida emas, masalan, bugun kechga qayerga boramiz, kim bilan bo'lamiz yoki bo'lmasam kechki ovqat sifatida nimani tanovul qilamiz, u haqida emas, shubhasiz futbol haqida gaplashamiz. Qolaversa, diqqat e'tiborimiz markazida, shahrimizning istalgan burchagida tahlil qilayotgan mavzu borasida gaplashamiz. Demak, diqqat e'tiborimiz markazida O'zbekiston milliy terma jamoasi va bizni kutayotgan birinchi raqamli uchrashuv, ya'ni Eron termasiga qarshi kechadigan uchrashuv. Hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz ertaga adashmasam safarga uchib ketishadi va tez orada o'sha biz kutgan juda ham muhim uchrashuvni o'tkazishadi. Bugun imkon qadar mazkur mavzu doirasida suhbatlashishga harakat qilamiz. Davron, dastlab avval an'anaviy savol bilan murojaat qilmoqchiman. Respekt, bu xabaringiz bor, o'zaro hurmat ma'nosini bildiradi. Qoida maydongacha bo'lishi kerakmi yoki maydon ichida ham amalda bo'lishi kerakmi o'zaro hurmat? Chunki ba'zan maydongacha biz hurmatni ko'ramiz, futbolchilar bir-birining qo'llarini siqqan, quchoqlagan, lekin maydonda uni aksi ro'y beradi. Qoidaga nisbatan munosabatingiz? Endi masalan futbol deb oladigan bo'lsak, qarama-qarshilik, kurash bu yerda baribir xohlaymizmi yo'qmi, maydon ichida qandaydir bahsli vaziyatlar yuzaga keladi. Lekin hamma narsani chegarasi bor. Agar o'sha chegarasiga amal qilinadigan bo'lsa, sal bo'lsa ham respektni chetga surib qo'yib kurashsa bo'ladi. Ammo o'sha boya aytib o'tgandek, chegara masalasini unutmaslik kerak. Ba'zida chegaradan chiqib ketiladi. Mana shu holatni agar futbolchi nazorat qilsa, shunda nafaqat o'zi raqibga hurmat bilan yondashadi, balki butun dunyo, butun unga qarab turgan millionlab muxlislar ham unga nisbatan o'sha hurmatni his etadi. Tushunarli. Davron, bir necha kun ortga qaytamiz ijozatingiz bilan, siz bilan birgalikda. Demak, xabaringiz bor, bir necha kun muqaddam O'zbekiston milliy terma jamoasi muhim uchrashuv oldidan boshqa milliy terma jamoalar singari o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. Bu safar raqib sifatida FIFA reytingidan o'zi ham 127-o'rinda borayotgan jamoa tanlandi. 30-pog'onani band etgan jamoani mag'lub etish uchun 62-o'rinda borayotgan jamoa 127-jamoa bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. Savol: nima olishimiz mumkin bu turdagi o'rtoqlik uchrashuvlardan? Har qanday o'rtoqlik o'yini bu foydadan xoli narsa emas. Hatto deylik terma jamoamiz ikkiga bo'linib o'zaro o'ynasa ham bu foyda bo'ladi, chunki baribir sal bo'lsa ham to'g'ri terma jamoada futbolchilar bir-birini mukammal, ideal
darajada baribir tushunib yetmaydi, chunki qisqa fursat ichida yig'ilib birdaniga maydonga tushishiga to'g'ri keladi. Biroq hech bo'lmasa o'yinda 1-2 marta foydasi tegishi mumkin bo'lgan qandaydir kombinatsiyalar yoki qaysidir futbolchi o'zining funksional jismoniy tayyorgarligini shu o'yin orqali sinovdan o'tkazib olsa va murabbiy shubhalanib yurgan ba'zi pozitsiyalari bo'yicha 100% ishonch bilan qaysidir futbolchini tanlash masalasida qarorga keladigan bo'lsa, har qanday o'rtoqlik o'yini foydadan xoli emas. Biroq e'tirozingizda ham o'rin bor. Haqiqatan ham Tailand terma jamoasi balki Erondan oldin eng bizga mos raqib emasdir. Eron o'yin uslubi umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Eron terma jamoasining darajasi umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'proq uslubda muammo degan bo'lardim, chunki darajani oladigan bo'lsak, mana hatto Tailand terma jamoasi bilan kechgan o'yinda ham bizda juda muhim bo'lgan futbolchining jarohat olishiga guvoh bo'ldik. Ya'ni biz Marat Bikmayev xizmatlaridan endi foydalana olmaymiz. Endi biz deganda tabiiyki milliy terma jamoamiz nazorat tutiladi. Shunday ekan, o'yin uslubi agar Eronga mos jamoa bilan o'ynaganimizda reytingining farqi yo'q. Mana shunday ishonchli g'alabaga erishganimizda balki uning foydasi deylik hozir 70-80% bo'lgan bo'lsa, unda 90% bo'lishi mumkin edi. Haqiqatan ham bo'lajak raqibga uslub jihatdan mos keladigan raqibni tanlash plus hisoblanadi. Davron, sir bo'lmasa, uchrashuvni kuzatingizmi? Albatta. Taassurotlar, yangiliklarni his qildingizmi? Tarkib borasida avvallari terma jamoamiz safida bo'lmagan futbolchilar ham jalb etildi. Lekin o'yinni o'zidan xulosa qiladigan bo'lsak, nimadir sezdingizmi? Yangilik, o'zgarish, taktik o'zgarishlar balkim? Juda katta o'zgarishlar sezganim yo'q. O'sha avvalgi o'yinlardagi terma jamoamizning uslubini ko'rdim. Ikkinchi taym menga ko'proq yoqdi. Birinchi taymda qandaydir kirishib ketish qiyin bo'ldi. Balki mana shu birinchi taymda kirishib ketish qiyin bo'lgan narsa keyinchalik rasmiy o'yinda bizga to'sqinlik qilmaydi, chunki bu narsa o'tib ketdi. Tailandga qarshi o'yinda ikkinchi taymda futbolchilarning o'ziga kelishi qaysidir ma'noda terma jamoamizda asosiy futbolchilar hisoblangan Shomurodov va Rashidovlarning tushishi bilan bog'liqdir. Va bu ham bir o'ziga yarasha saboq bo'ldi deb o'ylayman. Uslub esa o'zgarmadi. Shaxsan o'zim uchun nimadir yangilik ko'rganim yo'q. Lekin shu holatda ham terma jamoamiz kuchli ekanligini ko'rsatdi. Hamma narsa endi murabbiyga bog'liq. Shu kuchli terma jamoani muhim o'yinga ruhan tayyorlay olsa, erishamiz natijaga. Bo'lmasam qiyin bo'ladi. Ochiqni aytaman, suhbatni davom ettirgan bo'lardim bajondir, lekin juda ham ko'plab savollar yetib kelgan. Telegram mobil ilovasi orqali, qolaversa Facebook ijtimoiy tarmoq orqali kechani o'zidan boshlab hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz juda ham ko'plab savollarni bermoqda va savollarga javob izlashmoqda. Ularning juda ham ko'plari savolni berish barobarida javobini ham o'zlari aytishmoqda. Davron, bilasizmi, menimcha futbol muxlislari deyarli mutaxassisga aylanib ulgurishgan. Ular bilan suhbatlashar ekansan, ularni bevosita maydonga qo'yib yuborgin va ularning xizmatidan foydalangin kerak. Lekin ularda afsuski pro litsenziyasi, umuman murabbiylik vakolati mavjud emas. Shunday ekan, ularning ayrim fikrlariga yondashamiz. Demak, navbatdagi savollardan birinchisini beraman, undan so'ng musiqiy tanaffusni e'lon qilamiz. Terma jamoani nomdor futbolchilar bilan to'ldirish natija berarmikan? Ya'ni zamon tili bilan aytganda brendga aylangan nomlar bor, deylik. Xizmati, ya'ni foydali ish koeffitsiyenti yuqori bo'lmasa ham, lekin nomi, o'sha ism sharifi, haqqi, hurmati maydonda to'p suradigan futbolchilarimiz bor. Bu haqiqat, yolg'on emas. Bu necha oylik foyda beradigan formula? Nima deb o'ylaysiz? Endi futbol shunaqa narsaki, bu yerda brendga odam o'zidan o'zi aylanib qolmaydi. Misol uchun tashqi ko'rinishi chiroyli yoki muomalasi yaxshi bo'lganiga u brendga aylanmaydi. U haqiqatdan ham maydonda kuchliligini isbotlab, u brendga aylanish uchun qancha yo'lni bosib o'tadi, qancha ko'ylak yirtadi. Shu sababli ham bunday futbolchilarni hech qachon e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Buning ustiga baribir bunday darajadagi o'yinlarda o'zini yo'qotib qo'ymaslik, bor mahoratini namoyish etish uchun qandaydir bir bosim va hayajonni yengib o'tish kerak. Bunday narsani esa faqatgina xalqaro tajribaga ega yoki o'z kuchiga juda ham ishonadigan futbolchi amalga oshirishi mumkin. Masalan, terma jamoada agarda o'sha futbolchilarga munosib raqobatchi bo'lsa, unda teng vaqt ajratgan holda raqobatni yuzaga keltirish mumkin. Lekin o'zi
o'zi brendlarimiz ko'p emas. Ochig'ini tan olish kerak. 3-4 ta mana shunday siz aytgandek brend hisoblanishi mumkin bo'lgan o'yinchilarimiz bor. Shulardan ham foydalanmasak, menimcha xato bo'ladi. Yana bir savol, bu savol nima uchun bermoqdaman? Bundan avvalgi savolning mantiqiy davomi bo'lishi mumkin. Terma jamoamiz ayrim futbolchilar bilan juda ham qiyin xayrlashadi. Nima uchun deb berilgan. Mana hanuz terma jamoa safida to'p suryapti, lekin nima desam bo'ladi? Ularni foydasidan ham ko'proq ba'zan ziyoni tegadi. Nima uchun terma jamoa oson xayrlasha olmaydi ayrim futbolchilar bilan? Masalan, kimni nazarda tutyapsiz? Masalan, keling Server Jiparovni. Haqiqatan bir necha yillar muqaddam Osiyoning tengsiz futbolchisi deb topildi. Darvoqe sizga savol, agar sizda shunday vakolat bo'lganda, hozir ham Osiyoning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasiga qo'ygan bo'larmidingiz Server? Yo'q, hozir qo'ymagan bo'lardim. Hozir yo'q. Bu aniq. Hozir hatto O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasiga ham kirmaydi Server. Lekin bilmadim, ochig'i to'g'risini shaxsiy fikrimni aytaman. Hozir mana sharhlovchi sifatida emas, o'zim ham terma jamoaning ashaddiy muxlisi sifatida aytaman. Shaxsan o'zimga qo'yib beradigan bo'lsak, Serverga nisbatan balki yoshroq va tezkorroq futbolchini qo'ygan bo'lardim. Lekin murabbiyning qarashi menikidan farq qiladi va qolgan bir necha million muxlisnikidan farq qiladi va uning ustun jihati, ya'ni murabbiyning. Hamma aytish mumkinki, mani gapim to'g'ri deyish mumkin, lekin murabbiy bevosita mashg'ulot jarayonida, tayyorgarlik jarayonida futbolchining yondoshuvini ko'radi. Biz uni ko'rmaymiz. Biz ko'rsak, ruxsat berilgan 15 daqiqa mashg'ulotni ko'rishimiz mumkin. Murabbiy esa soatlab uni kuzatadi va qaror chiqaradi. Umid qilamanki, murabbiyning qarori obyektiv va jiddiy sabablarga asoslanadi, faqatgina Jeparovning avvalgi yutuqlariga emas. Tushunarli. Yana bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Savollar keragidan ortiq barchasiga javob berishga harakat qilamiz. Savollarni javobsiz qoldirish istagida emasmiz. Qolaversa, Telegram mobil ilovasi orqali yetib kelayotgan savol egalariga albatta rahmat aytaman. Albatta siz bilan xabarlashamiz. Savollar o'qib eshittiriladi va imkoni qadar soat yakuniga qadar javob berishga harakat qilamiz. Hozir esa musiqiy tanaffus FM 98 Kamolot FM radiosida. Uni deya kun va tun o'rin almashdi. Uni deya halovat yo'qoldi. Uni deb shirin uyqu ochiqchasiga o'g'irlandi. Ammo ishoning, bu yoqimli yo'qotish. Kamolot FM radiosi FM 98 markaziy arenasiga chorlaydi. Batafsil anons, chuqur tahlil va asosli xulosalar. Futbolni shunchaki tomosha qilish kamlik qiladi. Tahlilga nima deysiz? Respekt loyihasini o'tkazib yubormang. Aziz bolajonlar, hammadan bilimdon, zukko va hozir javob bo'lishni istaysizmi? Antiqa savollarga qiziqarli javob olmoqchimisiz? Unda barvaqt uyg'oning. Biz esa siz uchun Bolalar tongi dasturini tuhfa etamiz. Dushanbadan shanbaga qadar Soat 7:30 da Kamolot FM radiosida. Bilimga chanqoq do'stlarimiz uchun. Bolalar tongi. Singiljonim, tavallud kuning bilan. Unutma, onam hamyam o'g'lim talabalik muborak. Dadajon, yubiley ayyomingiz bilan akajon, sizni g'alaba bilan barcha oila a'zolarimiz kutlamoqda. Kamolot FM radiosida samimiy tabriklar va eng ezgu tilaklar guldastasi. Har kuni soat 19:20 da Dil izhorlari dasturida. Kamolot FM 98. Demak, FM 98 Kamolot FM radiosi kunduzgi efir soatlarini davom ettiradi. Siz bilan birgalikda Respekt radio loyihasining navbatdagi sonini qarshi olmoqdamiz. Diyorimiz vaqti bilan soat 16:30 va siz bilan yana jonli efirga qaytamiz. Eslatib o'taman, bugungi mehmonimiz mahoratli sport sharhlovchisi Davron Fayziyev. Davron, yana bir kira xush kelibsiz radio stansiyamizga. Rahmat. Davron, agar yo'q demasangiz, siz bilan birgalikda SMS portaliga bir necha daqiqaga sayohat qilamiz. Savollar keragidan ortiq, savollarga e'tiborsizlik esa bu muxlislarimizni ranjishi aniq. Demak, milliy terma jamoa haqida ko'p gapirildi. O'zbekiston milliy chempionati haqida gapirsak qanday bo'ladi deb savol berganlar. Raqamlar mavjud emas, shunchaki SA harflari. Savol uchun rahmat. Davron, nima deb o'ylaysiz? Milliy chempionatimiz haqida gapirish uchun mavzu bormi, yo'qmi? Hozirgi kunda ayni vaqtda. Endi albatta mavzu bor. Chunki xohlaymizmi yo'qmi, hammamiz shu futbolga qiziqganimizdan beri shu milliy chempionatimiz orqali kirib kelganmiz. Endi bir necha jamoalar ancha e'tiborli o'yin ko'rsatadi. Favoritlar har doim ma'lum. Misol uchun Lokomotiv, endi Paxtakor va
Bunyodkor sekin-asta o'ziga kelyapti, katta o'zgarishlar ro'y berdi. Boshqa jamoalar paydo bo'lyapti. Misol uchun Qo'qon jamoasining bu mavsumdagi o'yini ancha yaxshi chiqyapti. Tarkibi ham yaxshi, o'yini ham juda chiroyli. Tomosha qilishga arziydi. Yana bir savol, Davron, O'zbekiston milliy chempionatini tomoshabob deb ayta olasizmi? Hozirgi kunda bunday deyish qiyin, lekin men uchun endi bari futbol ichida yurgan mutaxassis uchun qiziq. Har yili qiziq, hatto o'sha inqiroz davri ro'y bergan paytda ham men uchun qiziq bu. Endi muxlislar uchun buni muxlislarning munosabatini stadionlardan bilib olsak bo'ladi. Masalan, poytaxtimizda stadionlar ko'pincha bo'sh qolyapti. Demak, chempionatda nimadir o'sha o'yin saviyasimi yoki qandaydir bir tashkilotchilik masalasimi, bu borada sal muammolar bor. Boshqa tomondan oladigan bo'lsak, misol uchun Buxoroda, Namanganda, Farg'onada, yana ko'plab shaharlarda stadionlar to'layapti. U yerda futbolni juda yaxshi ko'rishadi va jamoa qanday natija qayd etishidan qat'iy nazar o'z jamoasi bilan birgalikda oxirgacha turishadi. Mana shunday stadionlarni ko'rgandan keyin qiziqish ham ortadi. Davron, yana savol Elbek To'rayevdan. Murabbiylar shtabidagi Ravshan Haydarov, Viktor Jalilevlar nega murabbiylar shtabidan joy olishgan? Ular ham biron bir natijaga javobgarmi? Jamoamizda nima uchun bor ular hali ham? Bosh murabbiy Babayanko, ularning o'rni qanday? Tarkib borasidagi fikrlaringiz. Bir nechta savol bergan, imkon qadar Elbek faqatgina bir savolga javob berishga harakat qilamiz. Murabbiy shtabiga qanchalik yaqinsiz, Davron? Yo, murabbiylar shtabida har doim qaysi terma jamoa bo'lishidan qat'iy nazar kamida 3-4 ta murabbiy bo'ladi. Bu har qaysi terma jamoada bor narsa. Kimdir taktikaga javob beradi, kimdir jismoniy tayyorgarlikka javob beradi, kimdir boshqa bir yo'nalishi bo'yicha ish olib bor, raqiblarni o'rganib chiqadi. Hammani o'z yo'nalishi bor. Bu muxlisning savolini sal o'zgartirgan bo'lardim. Menimcha ular aytmoqchilarki, nega aynan shu murabbiylar demoqchi bo'lsalarki, chunki murabbiy bo'lishi aniq kim ishlashidan qat'iy nazar. Aynan shu murabbiy deganim, endi bu har bitta murabbiyning o'z jamoasi, komandasi bo'ladi. Misol Babayan jamoasi shu. Babayan yillar davomida ular bilan ishlab kelgan, bir-birini tushunadi, bir-biriga ishonadi va ularga ishonch bildirgan holda faqat ular bilan ishlayapti. Boshqacha buni tushuntirib bo'lmaydi. Davron, javob uchun rahmat. Bir necha daqiqa avval muxlislar mavzusi ko'tarildi, ya'ni stadionlarning to'lmayotganligi holati. Mana hattoki Osiyo Chempionlar Ligasida muntazam ishtirok etadigan jamoalarimiz ham hattoki uy o'yinlarida kerakli miqdorda muxlislarni to'play olmayapti. Turli xil aksiyalar o'tkazilmoqda. Birgina Paxtakor misolida olishimiz mumkin. Turli xil moddiy qiymatliklarni o'rtaga qo'yilishi muxlislarni stadionga qaytarish uchun qilingan sa'y-harakatlar sifatida baholanmoqda. Keling, ijtimoiy so'rovga diqqatimizni qaratamiz. Hozir deraza ortida hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz shaxsiy fikr o'rganilgan, ana shu fikrlarga birgalikda quloq solamiz. O'yinoldi imkoniyatlarimiz qanday baholaysiz? Shu bizning oxirgi shansimiz. Agar yetsa, jahon chempionatiga terma jamoamiz tarkibiga nisbatan munosabatingiz va sizningcha tarkibda qaysi futbolchilar ortiqcha bugun? Shuni bilmadim, lekin shu Rashidov bilan Ahmedov o'yinga tushirsa, menimcha chiroyli o'yin bo'ladi. Har doimgidan Jeparov anaqasi bor o'yinchilar-da, tajribali o'yinchilar tushsa, menimcha yaxshi bo'lardi, ishonchli bo'lardi ham. Imkoniyatlarimizni qanday baholaysiz? Eronga qarshi o'yin oldidan imkoniyatlarimizni qanday baholaysiz? Bizga O'zbekiston yutsa bo'ldi. Terma jamoamiz tarkibiga nisbatan munosabatingiz? Qaysi o'yinchilar ortiqcha tarkibda? Sardor Rashidov o'yinni ko'rmayapti. Uni yo'l kira sarflab pul chaqirib olishning foydasi yo'q. Gol urgani tasodifan bo'lib qolgandir balki, lekin u pul kutib turardi. Biz Eron bizga raqib jamoa, kuchli jamoa. To'g'rimi, imkoniyatlarimiz qanaqa bizlar? Imkoniyatlarimiz katta. Xudo xolasa yutamiz. Terma jamoamiz tarkibiga nisbatan munosabatingiz? Endi terma jamoamizda hozir yangi o'yinchilar paydo bo'lgan. Ko'pchilik yaniga travma olib, boshqa qilib hozir nima qilmayapti. Tarkibda qaysi futbolchilar ortiqcha? Uni ortiqchasi yo'q, hammasi yaxshi o'yinchilar. Hammasi. Umidimiz katta, yuz ko'tadi degan. Shu yaxshi kayfiyat ko'taradigan natija kutamiz degan umiddamiz hammamiz. Albatta O'zbekiston terma jamoasi endi yaxshi kayfiyat bilan, yaxshi bilan hammamiz qo'llab-quvvatlab turishimiz kerak.
Eron bilan o'yin oldida bizani jamoani endi yutish uchun anaqasi sal pastroq 40% deb o'ylayman menimcha. Chunki Eron hozirgi kunda Osiyoda eng kuchli terma jamoa. Bizani o'yin uslubimiz bilan ularniki sal farq qiladi, ularni kuchliroq deb o'ylayman. Ularda legioner o'yinchilari ham juda kuchli. Bizani legioner o'yinchilar hozir saviyasi tushib ketyapti. Nimagadir? Chunki ko'p legionerlarimiz o'yinga tushmayapti. O'yin amaliyotisiz qolib ketyapti. Menimcha shunday deb o'ylayman. 60 ga 40 deb o'ylayman. Bunaqa. Terma jamoamiz tarkibiga nisbatan munosabatingiz? Yomon. Birinchidan endi bilmadim kimga qanaqa darvozabon mana darvozabonida men Labanovga to'g'risini aytsam uncha ishonch yo'q. Endi men bu endi muxlis sifatida aytaman. Baribir shu Nestorovni ko'rishni xohlardim. Men balki bu ko'p muxlislarning anaqasidir. Chunki Labanovda tez harakat qilish-yu, ortiqcha vazn bor. O'shani hisobiga deb o'ylayman. Himoya chizig'iga e'tiroz bor. Krimets bilmayman qanaqa uni ruhlantirish kerakmi, chunki u xarakterli o'yinchi, shu o'zi fe'l-atvorda kelib chiqqan holda o'ynaydi. Bo'ldi. Yarim himoyada Azhaydarov Tailand bilan o'yinda ko'rdik, charchab qoldi. Bilmadim uni o'rniga kimni tushirish, lekin Azhaydar to'g'ri endi qanaqadir ma'noda yetish kerak. Bu ham yaxshi o'yinchi deb bilamiz, endi baribir charchab qoldi. Hujumga e'tirozlar ko'p. Hujum tarkibda qaysi futbolchilar ortiqcha? Xo'p, Igor Sergeyev ortiqcha qanaqa? Ortiqcha deganda nimani tushunamiz? Terma jamoaga libosini kiyishga hali loyiq emas deb bilyapman. Nimagaki Abduxoliq hozir o'sha kecha gol urdi, u ham ja unaqa zo'r hujumchi emas. Bizda eng katta muammo bu menimcha hujum deb o'ylayman. Sardor Rashidovni har o'yinda tushirish kerak deb o'ylayman. Unga ochuv, erkinlik berib qo'yish kerak. Shomurodov tushirish kerak. Misol uchun yoshlarni ko'proq tushirish kerak. Chunki Tailand bilan o'yinda men kutuvdim o'sha Javohir Sidiqovlarni, Jamshid Iskandarov yoshlarni tushirib ko'rib olishini kutuvdim. Men Labanov misol uchun baribir tushadi. Eron bilan o'yinga ham tushadi. Menimcha Labanov tushirish kerak emas edi. Misol uchun Suyunovni tushirish kerak edi, Ellar Suyunov. Nestorovga berish kerak edi, ko'rib boqish kerak edi. Qanaqa hozir uni xatti-harakat. Endi bu hammasi endi terma jamoaning ustozi shu Samvel Babayanning o'zini fikrlari deb bilaman. Biz muxlis sifatida baribir endi muxlissiz ular biz uchun o'ynayapti. Misol uchun bizni ko'rib maza qilishimiz uchun bizni Ertajahon chempionati chiqsa, shu O'zbekiston xalqi xursand bo'ladi. Bu narsa bizning tariximizda hali bo'lmagan narsa. Men nima deb so'rardim murabbiylarning shtabidan? Hamma futbolchini ruhlantirishini. Misol uchun bokschilarimizni Olimpiadada yutgan o'yinlarni agar ko'rgan bo'lsangiz, boks bilan futbolni taqqoslamaymiz, lekin O'zbekistonni bu yutug'i deb bilamiz. Imkoniyatlarni baholash to'g'risi aytsam, o'sha mutaxassisga qolursin, men o'zim fikrimni aytsam, xudo xolasa yutamiz, bunga ishonishimiz kerak, g'alaba qozonamiz xudo xolasa, lekin imkoniyatlarimiz sal pastroq, buni tan olish kerak. Terma jamoamiz tarkibiga nisbatan munosabating? Jamoa tarkibiga keladigan bo'lsak, bunda endi trenerlar bor, murabbiylar bor, u narsani biz hal qilmaymiz-ku, lekin Sergeyevni tushiga sal qarshiman. Eron bizga qaraganda ancha kuchli. Terma jamoamiz tarkibiga nisbatan munosabatingiz? Hammasini yengilash kerak. Hammasini. 22 ta o'yinchini hammasini o'zgartirish kerak. Eronga qarshi o'yin oldidan imkoniyatlar 50-50 baholayman, lekin menimcha Eron hozircha kuchliroq, lekin harakat qilamiz, g'alaba qozonishga umid qilamiz muxlis sifatida, albatta. Terma jamoamiz tarkibiga nisbatan munosabatingiz va tarkibda qaysi futbolchilar ortiqcha? Tarkibga munosabatim qanaqa? Endi hozirgi sharoitda kelib chiqqan holda tarkib tanlangan. Ortiqcha o'yinchi menimcha Igor Sergeyevni men ortiqcha deb bilaman, chunki uni o'rnini bosadigan hujumchilar talaygina bizani. Igor Krimets, keyin yana ikkita o'yinchilar bor. Shularni demasa boshqalari hammasi o'yin amaliyotiga ega bo'lib turgan o'yinchilar. Endi bulardan hozir termamizga ortiq o'yinchilarni tanlash iloji yo'q, boshqalar ham yo'q desam hisob endi. Imkoniyatlarimiz ancha teng. Terma jamoamiz tarkibiga nisbatan munosabatingiz, umuman tarkibda qaysi futbolchilar ortiqcha? Yaxshi o'ynash kerak. Shu familiyasini aytmayman, lekin ko'proq yaxshi o'ynasa yaxshiroq yutadi-da. Mana shunaqa gaplar Davron. Siz bilan birgalikda xalqimiz, xususan futbolga nisbatan befarq bo'lmagan yurtdoshlarimizni fikrini eshitdik. Savol tug'iladi Davron. Bu gaplarda jon bormi yoki biz umuman boshqa mavzular haqida gaplashyapmiz? Futbolni tushunmaydi deb taxmin qilishimiz mumkin bu insonlarga? Yo'q, hozir ikkita uchtasini fikrini eshitdim, diqqat bilan anchagina chuqur tahlil qilib berishdi. Masalan, tarkib borasidagi muammolarni ham, ba'zi legionerlarimizning o'yin tajribasi yetishmayotganini ham, ba'zi futbolchilarning tarkibga kirgandan keyin
biroz o'zini yo'qotib qo'yayotganini ham va sezgan bo'lsangiz, bu yerda 3 xil fikr yuzaga kelyapti. Juda optimistik fikr bor, ba'zilarda albatta yutamiz degan. Endi fidoyilik, optimistlik hammasi yaxshi, lekin ko'pchilik Eronning kuchini to'g'ri baholayapti. Eron ayni vaqtda Osiyoning yetakchi terma jamoasi, reytingda birinchi o'rinda turadi bizning qit'amizda va Eronni yutishimiz bu kutilmagan natija bo'ladi biz uchun, hozirgi holatimiz uchun. Chunki Eron bizdan hozir har jabhada rostdan ham kuchliroq. Bitta narsa jiddiy umid bag'ishlaydi. O'tgan siklda biz Eronni mehmonda yutganmiz. Va Babayan ham qandaydir bir juda ishonch bilan gapiradi. O'sha eng kuchli tarkibimiz hozir yuzaga kelgan terma jamoada biz albatta yutamiz degan fikrni yuzaga, o'sha fikrlarni isbotlaydigan vaqt mana hozir keldi. Boshqa ortga yo'li yo'q. Igor Sergeyevga nisbatan munosabatingiz haqiqatan ortiqcha futbolchimi yoki odamlarni aynan unga urg'u bergani shunchaki tasodifmi? Igor Sergeyev o'tgan mavsumda endi o'sha Oliy Ligada porlagan paytda hamma qiziqib, nihoyat bizda hujumchi paydo bo'ldi, nihoyat to'purar paydo bo'ldi. Mana Igor Sergeyev bo'lajak Igor Shkvirin degan fikrlarni bildirishdi va biroz menimcha Igorga bu narsa qandaydir ta'sir qildimi, yoki yulduzlik kasalimi yoki bo'lmasam ulg'aygandan keyin qandaydir shijoati pasayib ketdimi bilmadimi, lekin oxirgi mavsumni juda bo'sh o'tkazdi. Buni hamma tan oladi, hamma biladi. Uning o'zi ham bilsa kerak, uning ba'zida asabiylashib ketishi ham shunga bog'liq deb o'ylayman. Golsiz seriya o'tkazdi. Golsiz seriya esa har qaysi hujumchini o'ziga bo'lgan ishonchini so'ndiradi. Igor Sergeyev o'zi juda ham iste'dodli bola. Kuchli futbolchi, ammo agar o'sha hujumchilarga xos bo'lgan nima desa bo'ladi, qo'pol qilib aytganda tajovuzkor, agressivligi bo'lmasa bu hujumchidan foyda yo'q. Hozir shu narsa yetishmayapti. Demak, yana bir xabarga to'xtalamiz. Bugungi kunda 030 nickname orqali Telegram tarmog'i orqali bizga xabar yo'llagan hamyurtimizning savollari. Bugungi kunda terma jamoa ko'rsatayotgan o'yin darajasi muxlislarni xursand etadigan darajada emas. Chunki ayrim o'yinchilarni terma jamoa safiga jalb etmasa ham bo'ladi. Sergeyev, Andreyev, Jeparov, Hoshimov, Krimets kabilar shular jumlasidan bu jamoaga g'ayrat yetishmayapti. Masalan, Doston Hamdamov, Sanjar Shoahmedov kabi futbolchilar asosiy tarkibda yoki o'yin kuchaytirish maqsadida maydonga tushadigan futbolchilardir. Fozil Musayev esa bemalol Haydarov o'rnini bossa oladi. Shularga imkon berish kerak nazarimda. Ayrim o'yinchilarni hadeb o'ynatavermasdan, menimcha bu ko'proq fikr, savol emas, fikr sifatida bildirildi. Yana bir savol sizga Davron. Mana bir necha kun muqaddam internet tarmog'ida Aziz Haydarovning bayonoti chiqdi. Ya'ni Eron termasiga nisbatan bildirgan fikri, ya'ni Eronni so'zsiz kuchli jamoa ekanligini tan olgan holatda ayni vaqtda milliy terma jamoamiz Eron terma jamoasi darajasida emasligi. Futbolchilarimiz mana shunday kayfiyatda ekanligi o'yin natijasiga ta'sir o'tkazadimi yo'qmi? Ruhan taslim bo'lish jamoaga. Endi bilasizmi, Eron bilan biz har doim emas, oxirgi paytlarda ishonch bilan o'ynab kelyapmiz. O'sha so'nggi g'alabamiz bunga misol bo'la oladi. Hatto Toshkent shahrida 0-1 hisobda yutqazganimizda ham biz Erondan kuchli o'ynaganmiz. O'ylashimcha bu terma jamoamizdagi yigitlar Erondan cho'chimaydi. Faqat kuchi yetmasligi mumkin, lekin ruhan cho'chimasa kerak. Kuchi esa yetish etmasligi ko'proq murabbiylarga bog'liq. Nega? To'g'ri taktika. Oxirgi to'qnashuvlarimizda ko'pincha Eron bilan kechgan bahsda kuchimizni teng kelib turib, taktik o'yin evaziga kimdir yutib ketgan. Hamma narsa, o'ylaymanki bu o'yinda murabbiylar ko'p narsani hal qiladi, lekin ayni vaqtda Eron ko'p jihatda ustun. Bilasizmi Davron, yana bir juda ham qiziqarli xabar olingan. Hamyurtlarimizdan biri hattoki milliy terma jamoamiz futbolchilari bilan jismoniy normativlarni bir xil topshiraman. Kerak bo'lsa, ulardan a'loroq qilib bajaraman. Jismoniy tayyorgarligimiz yetarli darajada emas, jamoamiz faqatgina bir taymlik deya fikr qoldirgan. Nima deb o'ylaysiz? Bu haqiqatmi yo biroz mubolag'a bormi? Endi hamma o'z imkoniyatini o'zi biladi. Misol uchun bu faqat quruq gap bo'lishi ham mumkin, lekin rostdan ham bu inson jismonan ancha kuchli bo'lishi mumkin. Uni ko'rmay, bilmay, sinamay turib fikr bildirish no'g'rin. Tushunarli. Demak, yana bir savol, olis masofadan zarba beradigan futbolchilarni qayerdan izlasak bo'ladi? Haqiqatan ham bu narsa bor gap. O'zim ham hayron qolaman. Bizda juda kam futbolchi, Odil Ahmedovni agar faqatgina yoki Sardor Rashidovni
chetga surib qo'yib aytadigan bo'lsak, uzoqdan tepmaydi. Nega kuchi yetmaydimi, o'ziga ishonmaydimi, buni tushunish qiyin. Menimcha ko'proq bu narsa endi uzoqdan zarba berish, bu qanday tushuntirsam bo'ladi? Bu umumiy mashg'ulotlar programmasidan tashqaridagi narsa. Buning uchun futbolchi bor kuchini mashg'ulotlarga tashlab ketgandan keyin ham hamma maydondan chiqib ketgach, to'pni olib yana yarim soatmi, 1 soatmi bu ustida ishlash kerak. Mana shu narsada mana jarima zarbalarini tepish, uzoqdan tepib gol urish, o'sha burchakdan aniq yetkazib berish, bular hammasi qo'shimcha qandaydir bir mashqlar evaziga chaqlanadigan mahorat deyishimiz mumkin va shu narsada bilinib qolyaptiki, haqiqatdan ham bizning futbolchilarda o'ziga berilgan yuklamadan tashqari shuni o'zim ham bir amalga oshiray deb yana qo'shimcha o'zini qiynash holati kamroq bo'lsa kerak. Tushunarli. Yana bir savol berilgan. Xafa bo'lmaysiz, faqat savollarga to'xtalyapmiz, chunki keragidan ortiq savol mualliflarim javobni albatta kutadi. Demak, terma jamoamiz vakillari natija uchun individual javobgarlik yo'qligidan unumli foydalanishadi. Shuning uchun ham hech kim o'ynamaydi. Savol tushunarlimi yoki? Tushunarli. Ya'ni natija bo'lmasa hech kim hech qanday jazo ko'rmaydi, o'z klubiga ketadi. Javobgarlik umumiy, ya'ni bir insonga hech kim e'tiroz bildirmaydi, ya'niki futbol bu jamoaviy o'yin. Demak, natija uchun ham jamoa javob beradi. Bilasizmi, bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Ya'ni qaysi ma'noda javobgarlik yo'q degan fikrga, bu insonni o'ziga va xarakteriga bog'liq. Misol uchun, eng yomon narsa futbolda yoshligidan ba'zida shunday bo'ladiki, murabbiylar futbolchini ruhan ezib o'ynatishadi. Har bitta xatosiga urushib, so'kib, juda bir qiynab tashlashadi. Bunaqangi holatda futbolchi to'pni egallashi bilan kimgadir tezroq berib yuborsam, qutulsam shu to'pdan-da, xato qilmasdan tinchgina o'yinni tugatsam degan xayol paydo bo'ladi. Bu javobgarlik emas. Bu boshqa narsa. Bizning futbolchilarning ba'zi avlodida shunday holatlar bo'lganki, shu to'pdan tezroq qutulish kasalligi. Bunaqa narsani yo'lga qo'yish kerak emas. Terma jamoadagi javobgarlikni his etish uchun inson shunchaki o'sha terma jamoa formasini kiyganda shu ko'kragidagi bayroqning ahamiyatini his etsa bo'ldi. Uning uchun yutmasang jazolayman, pulingni olib qo'yaman, keyin chaqirmayman degan gaplar bilan o'ynatib bo'lmaydi. Faqatgina u o'zi terma jamoadagi mas'uliyatni yuragidan his qilsa o'ynaydi. Jazo bilan qo'rqitib bo'lmaydi bu futbolchilar. Yana bir holat tasavvur qiling, bilmadim, bu juda ham bir original kazus jo'natilgan. Jarima maydonida nima qilishni bilmay qolsang, yaxshisi darvoza tomon zarba ber. O'yindan keyin esa jarima maydonchasida yana nima qilish mumkin edi? Buni albatta tahlil qilamiz. Mana shu holatga bemalol hamyurtlarimizni misol qilsak bo'ladi. Fikrimga qo'shilasizlarmi? Ba'zan ochig'ini aytaman, Davron, haqiqatan ham hamyurtlarimiz, xususan terma jamoamiz hujumchilari jarima maydonchasiga kirgan vaqtda nima uchundir darvoza tomon emas, aksincha jamoadoshini izlaydi. Ya'ni siz aytgandek tezroq to'pdan qutulish va mas'uliyat, javobgarlikni o'zidan soqit qilishga harakat qilishadi. Bu qo'rquvmi yoki uquvsizlik yoki darvozaga to'p yo'llash uchun mahorat yetishmaydimi O'zbekiston milliy terma jamoasi vakillarida? Hamma narsa mashg'ulotlarga bog'liq. Misol uchun mashg'ulotlarda hammasini avtomatik darajaga yetkazgan futbolchi har qaysi vaziyatda to'pni nima qilish, qaysi qarori to'g'ri chiqishi mumkinligini bilib, ishonch bilan uni bajaradi. Futbol hozir shunchalik tezlashib ketganki, u yerda ortiqcha 1 sekund o'ylashga ham vaqti yo'q. Ana shu tezroq qaror chiqarish, fikrlash tezligi yetishmasagina bunday xatolar yuzaga keladi. Yugurish tezligidan ko'ra futbolda tezroq qaror chiqarish va fikrlash tezligi yuqori bo'lishi kerak. Labanov masalasiga qaytamiz. Nima deb o'ylaysiz? Nesterov haqiqatan tarixga aylandimi yoki Labanov biz bilmagan juda ham iqtidorli darvozabon? Vazn borasida masala ko'tarildi. Agar eslasangiz, Koreya termasiga qarshi o'tkazgan uchrashuvimizda to'p deyarli bir necha santimetr balandlikda o'tib ketdi. Labanov hattoki sakramadi. Balkim sakray olmagandir, balkim vazn bunga yo'l qo'ymagandir. Fikringiz umuman? Endi vazn hozir ancha ozib qolibdi. Chetdan kuzatgan vaqtingiz juda og'ir futbolchiga, ya'ni og'ir darvozabonga o'xshaydi xatti-harakatlari va umuman tanasi. Bu balkim shunchaki. Endi mana oxirgi Yevropa chempionatida Vengriya terma jamoasi darvozabonni oling, chempionatning eng yorqin o'yin ko'rsatgan darvozabonlaridan biri, yoshi ham katta, vazni ham og'ir, lekin o'ynadi yaxshi, yomon o'ynamadi. Labanov agar shu vazni bilan
dahshat o'yinlar o'tkazib, seivlar namoyish etib jamoasini qutqarsa, hech kim uni vaznini bilmaydi ham, sezmaydi ham, e'tibor ham qilmaydi. Uni kamchiligi vazni emas deb o'ylayman. Uning kamchiligi bosimga bardosh bera olmayapti menimcha. Baribir sezyaptiki, muxlislarning fikri unga nisbatan boshqacharoq. Ya'ni siz aytib o'tgandek, Nesterov yoki Suyunov da'vogarlar ko'p terma jamoaga va murabbiy unga ishonch bildirgan sari e'tirozlar kuchayib boryapti. Labanov esa buni bilyapti. Oxirgi o'yinlarda raqiblar bilan urushib ketib, janjallashib, qizil kartochkalar olib, bu professionallikdan sal uzoqlashib ketyapti. Ochig'ini aytganda, Labanovning muammosi vazn emas, aynan ruhiyat deb o'ylayman. Davron, yana bir savol. Bir necha daqiqaga Samvel Babayan vazifasini o'tab berasiz. Eron uchrashuvi mana oldimizda. Juda ham qimmatli uchrashuvni qo'lga kiritishimiz kerak. Aks holda juda ham qiyin vaziyatga tushib qolamiz. Demak, sizni boshchiligingizdagi O'zbekiston milliy terma jamoasi albatta xohlamaymiz, lekin taxmin qilishga majburmiz. Agar Erondan mag'lubiyatni qarshi oladigan bo'lsangiz, iste'foga chiqqan bo'larmidingiz? Umumiy qayd etilgan natijalarni hisobga olgan holatda, umuman bugungi holatdagi terma jamoadan kelib chiqqan holatda Erondan mag'lubiyatga uchraganingizdan so'ng termani tashlab ketgan bo'larmidingiz o'zingizni shaxsiy tashabbusingiz bilan? Shaxsiy tashabbus bilan chunki maqsad jahon chempionatiga chiqishmi va bu maqsaddan uzoqlashdimi, murabbiy menimcha o'ziga nisbatan sal tanqidiyroq qaragan holda keyingi siklga boshqa mutaxassis balki omadliroq ishlashi mumkin degan xayol bilan joyini bo'shatish kerak deb o'ylayman. Endi bilmadim, bizning murabbiylar endi yaxshi niyat qilaylik, birinchidan yutsin. Mag'lubiyatga uchrasa endi o'z-o'zidan tabiiyki murabbiylarning faoliyati to'xtaydi. Davron, maqsadimiz, mundialga chiqishdan maqsadimiz, bosh oliy maqsadimiz chiqishmi yoki chiqib u yerda ham ijobiy natijani qayd etishmi? Chiqish bu yarim muvaffaqiyat. Hali o'ynashimiz kerak guruhda ma'lum bir jamoalar bilan yoki natija farqi yo'q, muhimi chiqdik. Bu narsani hech kim o'ylamasak ham kerak. Misol uchun chiqdik, nima qilamiz degan savolni hali hech kim bermayapti. Endi o'ylaymanki, bizda yomon emas, tarkibimiz ham, futbolchilarimiz ham har holda shu to'g'ri Osiyo jamoalari juda bir zo'r o'ynamayapti oxirgi yillarda jahon chempionatlarida. O'ylaymanki, ulardan juda yomon natija ko'rsatmaymiz, lekin jahonning yetuk terma jamoalari bilan hali raqobatlashishga bizda vaqt bor. Vaqtimiz juda ham chegaralangan. Fursatdan foydalangan holatda yana bir savolga munosabatingizni bilmoqchiman. Video takror. Mana xabaringiz bor, yaqin orada Rossiya yashil maydonlarida Konfederatsiya Kubogi start oladi va hamyurtimiz Ravshan Nurmatov bu yerda video takror bo'yicha assistent, ya'ni yordamchi bo'lib xizmat qiladi. Futbol jozibasi yo'qolar emish agar video takror joriy etilsa. Nahot futbol jozibasi adolatsizlik va nohaqlik evaziga qurilsa, video takror kerakmi yo'qmi? Kerak. Masalan, tennisda challenge deyarli shunday narsa, uni ko'rish uchun uzog'i 1-2 daqiqa vaqt ketadi, cheklab qo'ysa bo'ladi. Misol uchun bitta taymda har bitta jamoa bir necha bor video takrordan foydalanib hakamga murojaat qilish yoki hakamning o'zi bir necha bor video takrorni ko'rish imkoniyatini har bitta vaziyatga qilsa agar tabiiyki buzib qo'yishi mumkin o'yinni. O'ylaymanki, FIFA bir necha sinovlardan keyin buni optimal yechimini topadi va video takror faqatgina bizga futbolning shu adolatli natijalar bilan tugashini ta'minlab beradi. Va eng so'nggi savolim, mana bir necha kun muqaddam birinchi liga adashmasam, hozir internet tarmog'ida keng muhokama qilinayotgan aynan shu uchrashuv. Adashmasam Andijon va Termiz, aniq ma'lumotlarni bilmadim, lekin Surxon guruhlari o'rtasida uchrashuv yakunida yuzaga kelgan mojaro va ochig'ini aytaman, do'pposlash holati, yotgan futbolchini ham tepib tashlashdi. Umuman bu futbolimizni saviyasizmi yoki futbolchilarga nisbatan bo'lgan bir qahr g'azab yoki federatsiyani ayni vaqtdagi birinchi liga bo'ladimi, oliy liga, umuman o'yinlarga futbolchilarga nisbatan bo'lgan biroz e'tiborsizligimi? Nima uchun bunday vaziyatlar yuzaga kelyapti? Bu juda xunuk holat bo'ldi, ochig'i. Buning yomon tomoni, misol uchun butun dunyoga namoyish etildi. Bu lavhalar albatta plus emas biz uchun va jazolash kerak. Misol uchun o'sha aybdor futbolchilarni hammasini jazolash kerak. Bunday holatga futbolda o'rin yo'q. Bu mas'uliyatsizlik, bu jamoadagi intizomning yo'qligi. Davron, O'zbekiston futbol federatsiyasi mana shunday holatlar yuzasidan bayonot berishi kerakmi yo'qmi, rasmiy?
endi jazo olindimi, berildimi, vaziyat qanday tahlil etildi va kimga qanday chora ko'rildi? Menimcha berish kerak va beradi ham. Beradi. Tushunarli. Demak, Toshkent vaqti bilan soat 16:55 vaqtimiz juda ham cheklangan, lekin umid qilamanki, yaqin oylar ichida dastur vaqti uzaytiriladi va biz bemalol suhbatlashish imkoniga ega bo'lamiz. Eslatib o'taman yana bir karra, bugungi loyihamiz Respekt analitik loyihasining bu safargi mehmoni iqtidorli sport sharhlovchisi, qolaversa O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni sohibi Davron Fayziyev bo'ldi. Davron, bilmadim, balki qaysidir savolga ulgurdik, qaysidir biriga ulgurmadik, lekin shunday bo'lishidan qat'iy nazar imkoni qadar xolisona fikr bildirishga harakat qildik. Sizga tashrif uchun rahmat va so'nggi so'z o'rnida o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Taklif uchun yana bir bor rahmat. O'ylaymanki, futbol haqida uzoq soatlar gaplashish mumkin. Endi asosiy mavzuni, ya'ni terma jamoa o'yinini muhokama qildik. Bu yog'ini endi keyingi dasturlarga olib qo'yamiz. Albatta, Davron, umid qilamanki, bu birinchi va oxirgi tashrifingiz emas. Va albatta o'z o'rnida terma jamoamizga chin dildan omad tilamoqchiman. Faqat 3 ochko bilan qaytishsin deb tilak bildiraman. Undan o'zga choramiz ham yo'q. Chunki bu 3 ochko bizni albatta yangi natijalar sari eltadi. Demak, xonimlar va janoblar, FM 98 Kamolot FM radio stansiyasi Respekt analitik radio loyihasining navbatdagi soni ham yakuniga yetdi. Yaxshimi yomonmi, milliy terma jamoamizni biroz tahlil qildik. Qiladigan ishimiz yo'qligidan emas, azbaroy milliy terma jamoamizga jon kuydirganimizdan. Chunki mundialga chiqishga terma jamoamiz haqli va mundialda terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashga muxlislarimiz haqli. Umid qilamanki, albatta hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz, xususan janob Samvel Babayan qimmatli 3 ochkoni o'z qo'llarida ko'tarib ona yurtimizga qaytadi. Hozircha esa xayrlashamiz. Keyingi soatlar boshida yana uchrashguncha omon bo'ling. Sado, Rashidov bursting inside the Saudi penalty area. What a finish! And what a start for Uzbekistan! Sado Rashidov inside 90 seconds. He ghosted past the Saudi defence. Ahmedov will go for goal. Oh, what a strike! What a way to score the opening goal of the Asian Cup. Odil Ahmedov for Uzbekistan. A screamer. В центр Ахмедов, слева Ари Ахмедов. Ахмедов, ну доигрывать нужно. Ахмедов как все сейчас исполнил, блеск просто. Away from the goalkeeper, good header, and there it is, the substitute, Shodiev. Uzbekistan lead again. Muhtaram tomoshabinlar, g'alaba muborak. Batafsil Kamolot FM radiosida.